Assalamu alaikum, azizlar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarningki xabari bo'lgandek 10 dekabr kuni Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Joly xonim bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq dafsanchiligiga qatnashgan sobiq va hozir vazifada turayotgan 8 nafar Xitoy amaldoriga embargo qo'yganligini e'lon qilgan edi. Biz buni Qurultay televiziyasininki kunlik xabardimi 12 dekabrdagi kunlik xabarlarimizda sizlar bilan o'rtoqlashgan edik. Xo'sh, hurmatli ko'ruvchilar, bu tashqi ishlar ministrininki bu qarorni ilishida zo'r kuch chiqargan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishininki kuchimi albatta zo'r. Shu sababdan bu bayonot e'lon qilinib naq 2 haftadan keyin bo'lsa, bugungi kunda Xitoy hukumati maxsus o'ch ilish xarakterlik jazo yurgisi qilib, Kanada kishilik huquqni qo'g'dash munbirininki raisiga va shu yerdagi xizmatchi xodimlarga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bugun biz suhbat programmamizni o'tkazib turayotgan vaqtimizda Kanada Uyg'ur kishilik huquq munbirininki ijroiya direktori Mehmet To'xta efendimni ziyoratimizga taklif qildik. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, old bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu Kanada tashqi ishlar ministrligi tarafidan e'lon qilingan Xitoyninki 8 nafar xodimga e'lon qilingan bu jazo yurgizishninki oq ko'rinish haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz va buningda sizningki bu tashkilotingizningki roli qanday bo'ldi, bu haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat televizor izlaguvchilarga, qurultayning shu Tor televiziyasini izlaguvchilarga ham salom. Hem ularga yangi yillik ko'ngildagidek xotirjamlik va oilasiga boyashatlik tilab boshlay. Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi shu Uyg'ur tashkilotlar ichida qonuniy va siyosiy tashabbuskorlikni o'zining programmasining bosh moddasi qilib yozgan birdan-bir tashkilot. Şonlaşqa biz o yerlarda ko'rinmaymiz. Biz o'zimizning bekitgan shu programmamizga ching esilimiz, unga 1 yil ketamdi, 3 yil ketamdi. Taki Kanadada o'zimiz turayotgan davlatda bir ishlarni vujudga chiqarib, bir o'rnak shakllantirib, bu o'rnak asosida o'xshash xizmatlarni boshqa davlatlarga kengaytirish bizning strategiyamiz. Şonlaşqa bizning xizmatimizning 95%lik qismi Kanadaga markazlashgan. Nurg'un davlatlardan va yerdan chaqiriqlar, yig'in majlis takliflari bo'lsin, asosan vaqt yetmasligi sababidan borolmaymiz. Shu planimizni, programmamizni ishga oshiraylik. Endi qonuniy va siyosiy tashabbuskorlik deganimiz qonuniy jihatdan Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi, Uyg'ur hashar emgiki, Uyg'urlar qaratilgan Tor kontrolligi va Xitoylarning shu Kanadaga singib kirish, Kanadadagi erkinlik va Kanadadagi demokratik organlarni o'zining singib kirgan odam bilan o'zgartirish yoki Xitoyning manfaatiga o'zgartirishga tirishdak mushundaq muhim temalar bo'yicha maxsus plan programmalar tuzamiz. Hamda mecburi emgak deganda bu bir qancha tarmoqlar bo'yicha bizning xizmatimizning doirasiga kiradi. Birisi mecburi emgakni cheklash haqida qonun chiqarish. Ikkinchidan
Mecburi emgekten faydalanayotgan şirketlerini Kanada'nın şu federal tekşürüş organlarına beriş arkalık bu şirketlerin faaliyetini toxtutuş ve Xitaydan çıkıp ketişini kapalet kılış. Üçüncüden Kanada'nın şu maliye organları, pensiya fondu deyimiz, üniversitelerin fondu deyimiz, bu fonduların Xitay'daki Uygur mecburi emgeki, Uygur erkek kırgınçılığı çetişlik faaliyetler bolsa bu bundaq şirketlerge Kanadadan bir tiyinmi meblağının şu şirketlerge ketmeslik kapalet kılış. Şundaq türler boyunca bizning bu kanuni nememiz mecburi emgekning tarmoqlari bo'yicha davom qildi. Endi yana birisi kanuni tashabbuskorlik deganimiz Uyghur erkiy qirg'inchiligini xalqaro saviyada, xalqaro organlarga qonuniy hujjatlar bilan shularni kun tartibiga kirgizish, mushaqqada Uyg'ur mustaqilligining qonuniy asosi, Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosidagi hujjat turdi. Uni nima qilyapmiz? Anadan keyin shu xalqaro adolat divoniga tayyorlagan materiallar va bir qancha davlatlar bilan buni ishlayapmiz. Vaqt ketadi, lekin bu amalga oshsa dunyoda cho'ng bir o'zgarish bo'ldi. Endi üçüncü tarmoqdagi Xitoyning ta'sirini tozalash deganimiz endi nurg'un davlatlarda nurg'un Xitoylar sotqa tortildi. Anadan keyin bular jazolandi. Xitoyga shpionlik qilgani yoki shu davlatlardagi ilg'or texnikalarni Xitoyga o'g'irlagani uchun. Lekin top yakun holda Xitoyning mushkil sinib kirish ta'sirini tozalaydigan bir faoliyatlar nurg'un davlatlarda bo'lmadi. Endi Kanadada 1,5 yildan beri ommaviy tekshirish bo'lyapti. Bu ommaviy tekshirish biz 3 yil burun e'lon qilgan Kanadadagi chet el kuchlarining Xitoy asosli 95% Xitoy qartilgan. Kanadaga sinib kirishi, Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchilari qilingan Xitoyning dafsandichiligi, mushlar bilan qanday taqobil turish haqida 170 betlik doklad ve 37 kanuni ve siyasi teklifini Kanada hükümeti sunuyor. Bu şunun asasıda biraz vakit sonra Kanada'da bu federal karakterlik tekşürüşün başlanışına sebep oldu. Kelar ayda bu doklad tayarlanıp ilan kılındı. Bu doklad ilan kılınandan kim var? Biz teklif kıygan asaslık tavsiyeler bu dokladda yer aldı. Şunlar kılıp Kanada miqyosida Xitoyning federal, o'lkalik va shaharlik hukumatlarga singib kirgan xodimlari, anadagi Kanadadagi Xitoyparast shaxs va kishilar, anadagi Xitoy Kommunist partiyasining mush erkak qirg'inchilikka munosabatlik organlar bilan aloqa qilgan, shularga munosabatlik o'rinlarda ishlagan kanadaliklar mushular top yakun bir qo'l tekshirilib tozalandi. Yani bizning bu kanuni ve siyasi jihatdagi tashabbuskorlik deganimiz bütün kanuni jihatga qilgan ishni eng oxirida Kanadaning siyosiy ramkasiga kirgizib turib, Uyg'ur masalasini har kuniga deb o'tiradigan masala emas, shu qonuniy jihatdan Kanadaning shu qonun sistemasiga kirgizib, andan keyin buni ijro qilishning siyosiy programmasi tuzilib, shu bo'yicha kundiga nima qilmasakmi avtomatikli mağadagan şundak holatni shakllantirish. Bu xizmatlar natijasida bo'libmi biz Kanadadagi 14 cho'ng shirkatni federal tekshirishga bergandik. Bulardan 5 nafar shirkatning tekshirishi tugadi. Tekshirish tugashdan burun bu shirkatlar Xitoydan chiqib ketdi. Mecbur bo'ldi qonuniy jihatdan. Chiqitish bilan Xitoyga bo'lgan ziyon 14 milliard dollardan ishkirdi. Yani Xitoy buni yesqig'idek ziyonda hamda har qanday cho'ng davlat bo'lsa-mu Xitoyning iqtisodiga favqulodda og'ir ta'sir qildi. Ondan keyin mush mejburiy emgak qonuni Amerika, Kanada, Meksikani asos qilgan mush o'rtaq bozordan Xitoyning mush Uyg'ur qul ishchilaridan foydalanib ishlab chiqargan va Sharqiy Turkistondan akagan xammat orqali ishlagan. Bütün shu buyumlarning, tovarlarning Shimoliy Amerika bozoridan tozalanishi bizning eng muhim qonuniy tashabbuslar va tashabbuskorlik harakatimizning, safarbarligimizning birisi. Buni Kanadada shu nimada bir hafta o'tdi. Shu dushanba kuni bir hafta oldi ekan. Bu qonun loyihasi o'tirib qo'yildi va shu bizning vatandagi kelgan mollarni tamojnaning tekshirishida
yükni tamojnaga yüklemesden her bir kelgen malını birden birini tekşirdiğinde şu şirketlerin üstüge yüklep kanuni mesuliyetini sen özün ekergen malının Şarkı Türkistan bilen yani Uyghur rayonu bilen münasebetinin yokluğunu ispatlamasan Kanada kirgizilmeyse dep ma en mühim narsa mushu modda kirgizilgan bo'ldi va Kanada hukumati xilajik mablag' ajratib shu Sharqiy Turkistonda keladigan mallarning Kanada bozor kirishini tekshiradigan shuningga ilk tekshirish idarasimi shunda idaradan birini qurib shuni nimasi ishlayapti. Ya'ni bularning hammasi Xitoyga bevosita ta'sir qiladigan ishlar. Anadaki Xitayning 4 cho'ng yuqori texnikalik shirkatlari var biz Kanada hukumatiga topshirgan bularni jazo tadbiri ijro qilish haqida. Birisi Dahua. Huawei'ga jazo yurgizildi burun bizning qilgan bo'yicha. Anadan keyin Hikvision bor. Anadan keyin SenseTime bor. Anadan keyin Univision deb Xitoyning shunday cho'ng shirkatlari bor. Hammasi Kanadada aktiv. Avrupa'da mı nayta aktif bu şirketler. Bu şirketlerin hemmisi Şarkı Türkistan'daki hazır devam kıvatkan Uygur kırgınçılığı olan bevasıta münasebetlik. Bu şirketler Xitay hükümetiga Uygurlarning yüzünü tanış texnikasini ta'minlab bergan şirketler. Anadan keyin şu ortak supu şekillendirip, şu koçalarda mağan her bir Uygurni resim geliş arkalık bu Uygurlarning kimlik uçurları bilan resimlerini silishtirib derhal mush Uygurlarni tutish haqida soqchilarga avtomatik xabar beradigan bir yurish sistemini Xitoy hukumati loyihalab chiqqan. Mushu sistemining asosli a'zolari. Shunlashqa bu shirkatlarning Kanadadagi faoliyatini cheklash haqidagi qonuniy hujjat mushu 5-ayning 15-kuni Kanada Tashqi ishlar ministrligi jazo tadbir diviziyasiga yo'llangan. Bularni hozir ko'rilyapti. Anadaki Xitoyning dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash jarayonida Uyg'ur majburiy emgakni ishlatganligi haqidagi qonuniy jazo tadbiri ijro qilish bu hujjatimiz yana Tashqi ishlar ministrligining jazo tadbir ijro qilish diviziyasida saqlanayotdi. Bularni 18 Xitoy shirkati va 26 dan ortiq shu shaxslarga munosabatlik. Hamda 12-ayning 10-kuni Kanada Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bu 8 nafar Xitoy amaldorlariga yurgizilgan jazo tadbiri masalasi buni biz 2,5 yil burun Kanada hukumatiga topshirgan. Asli topshirilgansa bundan mijiq Tibetlardan 2 kishini olibdi, lekin 6 hammasi Sharqiy Turkistonga munosabatli yuqori darajadagi amaldorlar yoki Abdurrahim xarakterlik yoki markaz xarakterlik yuqori darajadagi amaldorlar hammasiga Kanada hukumati bu jazo tadbirlarini ijro qildi. Shularning hammasi yig'ilib Xitoyning ko'ziga bu tashkilotimiz maqtab qadilib hozir bo'layotgan ishlar. Anadan keyin Kanadaning hozir Tashqi ishlar ministrligining oldidagi turayotgan yani 3 jazo tadbiri ijro qilish haqidagi qonuniy hujjat biz topshirgan. Muşula anadaki oldimizdagi oyda e'lon qilingan Kanadadagi Xitoyning ta'sirini tozalash haqidagi cho'ng doklad va hukumatga topshirilgan ommaviy tekshirishning natijasida o'tirib chiqqan tavsiyalar hammasi Xitoyning jon tomiriga kirib taqiladi. Xitoy mushuni his qilgani uchun tashkilotimizning biz bu cho'ng tashkilot emas, men va bir xodim ishlaydi. Ama 13 kanuni, siyasi ve bexatarlik maslahatchimiz var. Şu 15 adamning hammasiga topyekun Xitoy hukumati bo'lgan jazo e'lon qilganligini e'lon qildi. Hayronmi qolmadik. Bugun bu jazo tadbirlari bizga e'lon qilingandan keyin Kanada Tashqi ishlar ministrligi darhol biz bilan aloqa qildi. Qandaq bir keng qadamni qanday biz haqida herhalde ertugün bular bilan tafsiliy muzokaramiz bo'ladi. Kelgan vaqtimiz bu shu. Mushunchalik deb turay. Yana birisi bugun Kanadaning dunyo matbuotlari asosan mush temada men sanab qolmadim. Reuters'dan boshlab shu sirtning chet elning nurg'un matbuotlari AQQdan xabar berdi. Kanada matbuotlaridan eng cho'ng birinchi xabar bo'lib shu andi. Tafsili ma'lumot berganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Mehmet To'xta efendim.
Hürmetli körürmenler, hazır mı mana Mehmet Tohta efendim sizlerle ortaklaşıp ötkendek Kanada Taşqı İşlar Ministerliğininki Xitayninki 8 nefer emeldarga jaza yürüyüşününki ak görünüşte olsa bunun neçə yıllık bir zincirsiman şekilde bağlangan bir hizmetninki bir üzdüksiz ilip berilgan bir hizmetninki neticesi bağlanı görüp tura alayımız. Hem bu kıtımki bu 8 nefer Xitay amaldarıga e'lon qilingan embargo bu karar olsa, bu Kanada hükümetinin 2022 yıldan beri tunji qatim Uyg'urlarni bostirish ishtirok qilgan yuqori darajalik Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishi bo'lib hisoblanadi. Ham bu 8 nafar Xitoyninki biz kunlik xabarlarimizda atab o'tgandik. Bu yerdan bir eskartib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Kanada Tashqi ishlar ministrligininki oshkorlashicha bo'lsa, bu qatim jazo yurgizilgan 8 nafar Xitoy amaldori atalmış Uygur Abdunum Rayonluq Partikomunun sabık sekretari Chen Chengo, atalmış Uygur Abdunum Rayonunun hazırkı reisi Erkin Tuniyaz, sabık reisi Şöhret Zakir, atalmış Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Komitesi'nin sabık komandanı Peng Jiarui, atalmış Uygur Abdunum Rayonluq Cehi Nazarti Partiya Grupusunun sekretari Ho Liu Jun, Xitay Kompartiyasi Merkezi Birlik Sep bölümünün sabık başlığı Yao Chen, Tibet Abnum Rayonunun sabık partikom sekretari Wu Yingji ve Tibet Abnum Rayonluq Cehi Nazareti'nin naziri Zhang Hongbo qatarlıqlarını teşkil tapkan şəxslər şu. Hem bugün yani 22 dekabrda olsa Xitay hükümeti mənim ibadet ötkendek 3 iliş karakterlik jaza yürgüzüşünü e'lon qilib, Kanada Uyghur haqlarini qo'llash qurilishig'a bevosita jazo yurgizganligini e'lon qilgan bo'ldi. Endi bu yerda hurmatli Mehmet To'xta efendim sizdan so'ragan savolim bo'lsa shu. Bu jazo yolg'iz sizlarninki tashkilot qilam e'lon qilindimi yoki Kanadadagi boshqa hukumat amaldorlari ham bormi? Bu jazo yurgizish e'lon qilgan o'chilish xarakterlik bu embargosiningki ta'sir doirasi qanchalik, masalan mal mulkiga musodir qilingan yoki to'ng'itilgan degan shaklda qaysi xil shaklda bu haqda bir tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Xitoy hukumati tunigan e'lon qilgan bu jazo tadbiri ijro qilamiz deb jar solgan bu shaxslar asosan Uyghur haqlarini qo'g'dash qurilishiga munosabatlik Tibetlardan 5 kishi bor, lekin bu Tibetliklar unchalik aktiv Tibetliklar emas. Yolg'iz Uyg'urlarni markaz qilib qolmasanda, yondash ularni qo'shib qo'ygandek shunday bir ta'sirotni berdi menga. Endi bu jazo ijro qilamiz deb ismi tilingan shaxslar ichida shu boshda men bor. Anadakimizning siyosiy va tashabbuskorlik ishlari mudirimiz Jasmine Keynes degan 4 oy burun ish qilgan. Bu xonim bor. Anadaki qonuniy maslahatchilarimizdan David Matas bor, Sarah Tish bor, John Packer, Ottawa University xalqaro qonun fakultetining mudiri, o'zi professor. Anadaki Clive Annesley bor, Yona Diamond bor, Justin Bernatchez bor, and Lyndon Dales. Mala hammasi o'sha Kanadada to'nilgan davlat advokatlar. Anadakimizning siyosiy maslahatchilarimizdan Charles Burton bor. Charles Burton burun o'sha 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshlarida Kanadadagi Beijingda turishlik elchixonaning siyosiy ishlar maslahat guzari bo'lgan. Anadagi Margaret McQuaig Johnston degan bir xonim bor. Burun Kanada o'sha xalqaro taraqqiyot ministerligining muavin ministri bo'lgan ayol. Anadagi Markus Kulga bor. Bu tigi estoniyalik, lekin o'sha sovetlarga qarshi Kanadada Magnitsky qonunining chiqishida favqulodda cho'ng rol o'ynagan bir dangliq shaxs. Anadagi professor Scott Simon bor. Bu Tayvan ishlariga munosabatli holda jiq tadqiqotlari va soha bo'yicha mutaxassis. Anadikimizning bexatarlik maslahatchilarimizdan Conor Haley bilan Jeffrey Aron. Jami 15 kishi hamda. Shu tashkilotda bizning to'rbatda ism bor. Hammasiga top yakun Xitoy hukumati bu jazoni yurgizgan. Bu jazoning 3 xil nimasi turdi.
konkretni bishorati. Bunun birisi bu 15 shaxsning Xitoy jazo yurgizimiz deb tilga olgan, meni suygan bu 15 shaxsning Xitoyda har qanday mol mulki bo'lsa uni musodara qilish. Mening xususan mol mulkim yo'q. Sharqiy Turkiston zemini, xalqi, ashadagi boyliqlardan boshqa. Anadan keyin bu shaxslarni Xitoyga berishini cheklash, mening Xitoyga berish planim yo'q. Üçüncüden Xitoydagi har qanday shaxsning bu jazo yurgizmoqchi bo'lgan shaxslar bilan bo'lgan tijoriy va boshqa munosabatni cheklash. Hamda har kuni men Twitter ishlataman. Twitterda Xitoyning Xinhua agentligi, Xitoyning tashqi ishlar ministrligi, Xitoyning Kanadadagi elchixonasi hammasiga men hashtag deymiz, shularning ismini urib turib, men tweet yollayman. Hamda ular men bilan munosabat qilgan bo'lib jazo yem deyman, uni bilmayman. Ama shunday bir qancha xil nimalar bor. Endi bizning tashqi ishlar ministri bilan biroz maslahatchi qilganda, bularni sayohat jarayonida ba'zi davlatlar biroz nomard. Xitoy shapkasini keldib, bo'g'ich qilishni qiladigan ishlar bo'lib qoladi. Endi sayohatlarda Xitoy bilan bularni kishilarni o'tkazib berish to'xtamnomasi bo'lgan davlatlarda sayohat ishlarimiz qanday bo'ldi? Uni hukumat bilan tafsiliy paranglashimiz. Ikkinchidan hamda Kanadadagi bexatarlik masalasi. Albatta Kanada hukumati bu xabardan bu jazodan xabardor. Ular bizga qarata qanday qo'g'dash tadbirlari boshqalarni oladi. Shunga o'xshash bir qancha konkretni jiddiy o'ylashga tegishli ko'z oldimizdagi ishlar bor. Shularni hukumat bilan bir paranglashimiz shu ertadan boshlab. Qolgani bizning bu xizmatlarimiz sababidan Xitoy hukumati e'lon qilgan bu jazodan keyin bizning energiyamiz texmi oshadi. Biz Xitoy hukumati bergan bu jazoni qandaqdir bizni qo'rqitadigan bir qo'rquluq deb qaramaymiz. Meydimizga isilgan sharaf medalyoni deb sharaf bilan taqaymiz. Kanada turib Beijinglik Xitoylarning tuvuqini sekiratgan bo'lsak, bu bizning uchun sharaf his qiladigan bir ish. Yana birisi bu bizning xizmatlarimizning texnik kuchli davom qilishiga bir katalizator. Yani bizde qamchilaydigan bir qamchi. Bugun bu narsa e'lon qilingandan keyin butun shu jazo tadbiri e'lon qilingan shaxslar bizning maslahatchilar bilan uchra almashtirdik. Bularning hech qaysisining Xitoyda bir mol mulki yo'q ekan. Hech qaysi hech qanday bir ansirash ichida emas. Hammasi bizning mush tashkilot bilan birga xizmat qilganligi uchun o'zlarining ayti g'ururlik his qilganligi. Bundan keyin özlerine qilayotgan xizmatining bunchalar ahamiyat ekanligini his qilmagan bo'lsin, bundan keyin texmo g'ayrat bilan shu kun tartibimizdagi plan programmalarni to'liq ijro qilish uchun bor kuch bilan ishlaydiganligini, Xitoy bilan qilgan bu jazoning bular uchun rag'batlantiruvchi bir omilga aylanganligini hammasi mushaqqada bayonlarda bo'lindi. Bu albatta bizni xushal qiladi. Bizning faoliyatlarimiz deganimdek bizning tashkilot aran 2 odam bilan ishlaymiz. Beshimizda tog'dagi ish bor, 60 kuni tilg'anmadim. Tog'dagi ish bor, shu ishni hamda kech kunduz. Ba'zi vaqtlarda uxlash vaqtimiz 3 soat, ba'zi vaqtlarda zapda oxiri bir dam olmag'ili yomon uzun vaqt bo'lib ketdi. Shu oilamizga qiladigan haftalik ilm setim işlerini 2 haftada bir qilib degandek. Shundaq darajada. Chunki o'zimiz qo'ygan bir kun tartibimiz bor. Bu 3 narsani qilamiz deb, bu 3 moddadan xilma-xil plan projektlar shoxlanib chiqadi. Shularni o qonunni chiqarib, masalan, majburiy emgakni chekildim degan bilan uni ijro qiladigan organ kuchaymasi bo'lmaydi. Qonunni chiqarib shirkatlarni chekildim degan bilan bu shirkatlar agar majburiy emgakdan foyda olib uning ko'nab qolgan bo'lsa, bu shirkatlarga jazo tadbir bo'lmasa, bu shirkatlarni bir hisob qiladigan bir mexanizm o'rnatilmasa, bu shirkatlar ya yo'lni tepib boshqa shakllik bu ishni davomlashtiraveradi. Qonun chiqardim, bu qildim degan bilan agar Kanadaga o'xshash shu davlatlardagi milliard dollarlik mablag' soladigan fondlar bor.
bu fondilarning dal shu Uyg'ur majburiy emgikidan naf olayotgan shirkatlarga mablag' selishi cheklanmasa, bu şirketler Kanada'ya satması o melini yana başka yerga satıdı, pulunu kep ketiverdi, Uyg'urlar xarob ketiverdi. Şoňlaşqa ularning bu şirketler sınıgan meblag'ni kesmesek olmaydi. Şoňlaşqa bir Uyg'ur mecburi emgiki degan bilan bu yerda 4-5 turlik bir-biri bilan zich moslashgan omillar bor. Andan keyin Xitoyga jazo tadbiri yurgizish deganda ma şirketlarni jazolar degan bilan bo'lmaydi. Bu şirketlarning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi bilan munosabati har bir shaxsga oid paketlar jig'nidan nimada quduqdan jig'ni izlagandek izlaymiz shuni. Har birisini paket dalillantiramiz. Anadaki hükümet ona yaht yemmegedek derecede bir materyal tayarlangandan keyin Kanada burun o'xshash masala qarta qandaq yo'l tutgan. Masalan, nurg'un şu Ukraina Rossiya urushidan keyin ruslarga oid bo'lgan nurg'un mol-mulklarni musodara qildi Kanada. Amerika mı qildi, Yevropa mı qildi? Nima deb qildi? Bular Kremlin bilan Putin bilan yaqin deb qildi. Unda bo'lsa bu Uyg'ur majburiy emgikidan naf olayotgan shirkatlar, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetki shirkatlar Shi Jinping bilan yaqin emasmi? Beijing bilan yaqin emasmi? Ruslarga qilgan siyosat, tutgan siyosat nima uchun Uyg'urlarga yoki Xitoylarga kelganda o'zgarib qoladi? Buning shu qonuniy jihatdan nima deb Kanada qo'sh o'lcham ishlatilmaydiganligini kuchli dalillash lozim. Bu quruq gap bilan bo'lmaydi. Oylar ketadi bunga. Anadaki asırtın cimcit bunu aşılarının menisiga iş çürüp düşündürüş lazım. Kanada'dan burun okşaş meseleler gelgeni qanday yol tutganlığı, Xitoy bir küçük devletde bu siyaset ve okşaş mesele qarta tutgan pozisiyasi o'zgarib qolsa Kanada'nın o'zining ishonchlik darajasining ve Kanada'nın o'zi mas'uliyat ostiga kirgan xalqaro qonun ve ichki qonun bo'yicha javobgarligining bu ta'sirga uchraydigan shuni hamma tarafdan ekelganda anadagi hukumatga topshiriq bo'ldi. Shunga o'xshash bizning asosli markazlashgan taraflarimiz doklad chiqarish emas. Chunki hozir dokladlar yamanchiq. Hatto insonlar dokladlarni o'qiydigan vaqti yo'q. Shu kompyuterni bir yerga saqlab qo'yaqlik, shu peti to'g'riliq. Biz şu bağ bo'lgan dokladni qanday qilib amaliy, qonuniy va siyosatga harakatga aylantiramiz. Bizning markazlashgan nuqtamiz bu. Ya'ni bir doklad chiqdi masalan. Bu dokladning hammasi bizga kerak emas. Ammo shu dokladning ichidan qaysi moddani harakatga aylantira olamiz. Buni dokladdagi temalarni, dokladdagi kishilik huquq dafsanchiliklarni qonuniy ramkaga solib, buni qonuniy va ma'muriy harakatga aylandirish uchun qaytadan ishlaymiz onunga. Shu bütün dokladlardan suzib chiqib, bizning ishimiz g'ayraydigan, shu temaga mos keladigan va shu tema bo'yicha munosabatli deb qaralganlarni suzib chiqib, shu bo'yicha qonuniy bir shu ilqi qaratmaligi bo'lgan jazo tadbirlari yurgizish shu Kanadada qonun bo'yicha shu qonun qandaq narsani bizdan talab qilgan bo'lsa, shu moddalarni to'liq, materiallarni to'liqlab, dalil isbotlarni to'liqlab, Kanadaning burun shunga o'xshash masalalarga tutgan siyosatlarini eslatib, Kanadaning xalqaro qonun bo'yicha ustiga olgan mas'uliyat va javobgarligini eslatib, ichki qonun bo'yicha Kanadaning ustiga olgan javobgarlik va mas'uliyatini eslatib, o'sha xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har xil ehtinomisi va ular bilan bo'lgan Kanadaning bu yerdagi mas'uliyati va qonuniy javobgarligini eslatib turib, shu bir kanalga solamiz buni. Shuna bo'lg'achqa buni aytdi murakkab jarayon, ham qonuniy narsa talab qildi, ham hukumatning ishlash mexanizmi qanday, so'zlarni qanday ishlatish kerak, yamanchiq narsa talab qildi. Shunlashqa mening ayliqi 13 maslahatchi bilan ishlashimning sababi bu ishga odam yetishib olmaymiz buni. Aşılarning mana beradigan yordami yo'q. Ularga to'laydigan pulimiz yo'q. Shu insonlar Kanadada bir-biridan cho'ng insonlar bizga mana 4 yildan beri bekor ishlayapti. Shuna qimmatli vaqtlarni. Bo'lmasa, bularning soati eng oz $500, $1000 advokatlar, donliq advokatlar. Shu sababdan hamda mencha bizning qilayotgan ishimiz shu Uyg'ur tashkilotlari ichida garchi biz biroz ostimongimiz jarayonlar shuna bo'lg'achqa, lekin natijasi eng kuchli bo'lgan.
bir yol. Chunki Uyg'ur masalasi normal dard anglatish bosqichidan halqib ketdi. Sharqiy Turkiston davosini qonuniy va siyosiy jihatdan belgilik ikkilimizda oldi bilan o'zimizda belgilik qonuniy va siyosiy hukm bo'lishi, o'zimiz turayotgan davlatlarning ishlash mexanizmisi, xalqarodagi bizga munosabatli ehtinomilar, buning bizga keltiradigan foydasi nima ziynanimi? Yana Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy qurulda ba'zi narsalarni rad qilish huquqi olgan bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurgun komitetleri var. Ulanın algan kararlarını hemisi Xitay veto kılanmaydı, rad kılanmaydı. Nurgun əgib etadigan narsalar. Şoňlaşqa şu bütün jaryanlarni obdan düşünüş, Uyghur davasını, şu Uyghur davası layık olgan seviye ve sapa bilen kılış, dikkatni özümüzge paydalık ve özümüzge ihtiyaclık olgan maddeler qaratış, dikkatni emmiyege taң çaşmaslık, Adem gücümüz Şarkı Türkistan davasının çeklik, maddi gücümüz mi çeklik? Yani hemmiyege taң jugarab, boşuna kılanmayız. Yani özümüzün bir gün tertibi bulmay turup, bu yağı haqning kun tertibiga baramiz, yoki bir adam bilan ko'rishimiz, ikki adam bilan, yoki ikki qiz gap qila olamiz, yo to'rt qiz. Bu gaplarni bizning qayta suylab, bu degan gapning önemi oldimi, bo'lmadimi, undaq qilish imkonimiz bo'lmaydi. O gaplarmi şu deyilgan nurg'un gaplar orasida yo'qolib ketadi, unutilib ketadi. O'zimizni ufurtimiz. Onundan maxsus bir modda Mushundaq loyiha, program bir narsaga markazlashib, shuningdan natija olish lozim. Mushunda bo'lmasa, Uyg'ur davosi haliqi ko'rinishda xuddi hammamiz aldirash. U yer yig'in bo'layotgan, bu yerda rasmlar o'rtaq ishlayotgan, qarasak cho'ng ishlar bo'layotgan. Ammo natija qarasak o'xshash. Ya'ni mening mushu munosabat bilan hamda Uyg'ur tashkilotlariga deydigan gapim, bizning pulimiz undachiq emas, iqtisodiy manbarimiz oz. Shunglashqa har bir tashkilot o'z turayotgan davlatda nimani qila olayman? Mening kun tartibim nima? Ashuni aniq belgilab, shu kun tartibining oqisidan minish kerak. Boshqalar tuzgan kun tartib bilan yurmay, o'zimizning kun tartibi bilan yugurishimiz kerak. O'zimizning plan programmamiz bilan minishimiz kerak. Anadan keyin o'zimiz turayotgan davlatlar nimalarni qila oladi? Men mush o'zim turayotgan davlatda nimalarni o'zgartira olaman? Ashunga markazlash kerak. Men shu burun qurultayda bo'lsin, bu masalalar o'tirib qo'yildi. Yevropada ba'zi davlatlarda Uyg'ur davosi asosan o'ldi, tashkilotlarni o'ldi. Bunun sebebi bu qarindoshlarning Uyg'ur davosi qilishni xohlamaganligidan emas. Hozirgi shu bag'an sari saviya jihatdan va talab jihatdan yuqorilab ketgan Uyg'ur davosiga bu qarindoshlarimizning nimasi yetishmaganligidan. Shuni shu davo talab qilgan, taqozo qilgan saviyada shuni ilib berish imkoniyatidan yo'qsin bo'lg'achqa bu qarindoshlar koni maqom bo'yicha, koni usul bo'yicha voy Xitoy ani qilyotdi, mana qilyotdi degan bilan bu insonlar balkilik yargıç anlaydı, onu ki anlamaydı onu. Bizim konkretni tavsiyamiz nima, talabimiz nima? Shu talabimizni shu davlat qilalamdi, qilamamdi. Shu davlatning qonuniy va siyosiy shu programmalar ichida bizning talablarimiz tushadigan bir narsa bormi, yo'qmi? Shu tushsa hamda qanday shaklda tushadi? Her birimiz o'zimiz turayotgan davlatda belgilik farq yarata olsak, bu başka yerga kengaydi. Kanada parlamenti birinchi qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan ekan, boshqa davlatlarmi uning jasorat oldi, boshqa davlatlarmi uningga diqqat qilishga boshladi. Shunga o'xshash. Tashkilotlarimiz ishlaganlar jafoliq ishlaydi. Qiyin sharoitda ishlaydi, oz mablag' bilan ishlaydi. Lekin diqqat chechilib ketgani uchun unum yaxshi bo'lmaydi. Özümüzün kun tartibiga emas, boshqalarning kun tartibiga jiqroq vaqt sarf qilib qolamiz. Mana shunday takliflar keladi. U yer konferans andaq mundaq. Zarur tepilmasa men bormayman. Chunki men shu Kanadada mishada bir o'rnak shaklda bo'ladigan bir narsani yaratib, buni boshqa dunyoning boshqa yerlariga kengaysam texmo unumlik va natijalik bo'la olmayman deganga men boshdan boshlab shuni ishonayman. Ve demişsimo şunun neticesi buluyordu. Şu sebepten hem de
Uyghur davası qilish burunqidek umumiylikdan hozir texmi konkretnilikqa, ommaviylikdan inchkilikka qarab taraqqi. Irqiy qirg'inchilik degan masalada buning qonuniy tarafı var. Har bir davlatning ichki mexanizmi va qonunlari o'xshamaydi. Ba'zi davlatlar xalqaro adolat divoniga a'zo, ba'zi davlatlar a'zo emas. A'zo bo'lgan davlatlarning ba'zilari bu xalqaro adolat divoni va xalqaro jinoiy ishlar sudining ba'zi moddalariga o'zlarining chekimsarligini qo'yib qo'ygan. Men bu moddaga nisbatan bunday fikrim bor. Ba'zilari to'liq qabul qilgan. Unda bo'lsa bu davlatlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini qanday tushuntiramiz? Yoki bu davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini xalqaro organlarga elib berishida qanday yo'l tutamiz? Birlashgan Davlatlar Tashkilotlarida ba'zi undaq shaklda muzokaralar bo'ldi. O'zimiz turayotgan davlatni shuni qanday tayyorlaymiz? Anadan keyin yana nurg'un davlatsiz xalqaro organlar, xalqaro emgak jamiyati deymiz, xalqaro savdo jamiyati bularni Uyg'ur majburiy emgaki, irqiy qirg'inchilik, qo'l ishchilik degandek nurg'un o'sha Uyg'urlar munosabatli jihatlarda qonuniy va idoriy jihatdan bular ustiga olgan mas'uliyatlar bor. Bizning shularga boradigan masalan vaqtimiz va energiyamiz yetishmadi. Bo'lmasa nima ish qilishni bilamiz bu organlar bilan. Hatta ba'zilari bizga kerakli shu organlardan bizga nisbatan qanday takliflar bor, bu deb. Shunga o'xshash har birimiz o'zimiz turayotgan davlatning ortiqchiligini bilib, o'zimizning tashkilotining imkonini bilib, nima ishlarni qila oladiganligimizni bilib, bir odam hammani tang do'rash uning hojati yo'q. O'zimiz bir sohada mutaxassislik bilan maqsad, menimcha Uyg'ur davosi bundan keyin texmi puttarab tura oladi, texmi kasblashadi, texmi ixtisoslashadi va yo'l chingib mangadi. Bo'lmasa shamol naga chiqsa ketib qolsak, bu yerlarcha ko'rdimiz, ammo natija o'tirib chiqmaydi. Sizga rahmat, hurmatli Mehmet To'xta efendim. Endi bu savolga javob, ikkinchi savolga javob berish jarayoningizda bir nuqta meni diqqatim tortdi. Jazo yurgizilgan, Xitoyninki jazo e'lon qilgan shaxslarning ichida hukumat a'zolari, ya'ni jumladan parlament a'zolari, ya'ni mushu embargoni Xitoyning 8 nafar xodimiga jazo yurgizilgan e'lon qilgan Tashqi ishlar ministrligidan biri shaxs, jumladan Tashqi ishlar ministri Melani Jolie xonim o'zim yo'qga asosida sizlar qartilganki, buni endi bu Xitoyninki davlatga bevosita qarta o'chilish xarakterlik jazo yurgizishga shurki yetmaganlikdanmi yoki ayrim bir Uyg'ur tashkilotiga ataydan bundoq jazo e'lon qilishi sizcha nimadan derak berdi? Buni siz qanday qaraysiz? Uni biroz qiziqarli bir masala bo'lib, butun maslahatchilarimiz orasida bu bo'ldi. Fikr almashtirildi o'sha haqida. Yani biroz hayron qolarlik avval, chunki Kanada hukumati Xitoyning amaldorlariga jazo yurgizdi. Xitoy hukumati Kanadadagi amaldorlarga emas, bizga jazo yurgizdi. Yani bizning ba'zi maslahatchilarimiz Xitoy hukumati bizni shu hukumat amaldorlari bilan tang o'rinda qo'yapti degandek chaqchaqma qilgan bo'ldi. Lekin asosiy ishning sababi hamda chaqchaq bir yonida tursa, shu Kanadaning jazo yurgizishida biz asosli rol o'ynaganligimiz uchun jon tomirlam kessak menga qon bormaydi deb Xitoy ma'no o'ylagan bo'lishi aniq hamda. Chunki men boshda deganimdek, bu 8 Xitoy qilingan jazo haqidagi bizning qonuniy hujjatlarimiz 2,5 yil burun topshirilgan. Hozir yana Tashqi ishlar ministrligining oldida 3 delo bor. Shuna qonuniy hujjat jazo yurgizdi. Shu sababdan hamda Xitoylarning Amerika elchixonasimizning faoliyatini yaqindan kuzatib turdi. Mushkullar oyda bo'lgan Xitoyning ta'sirini Kanadadan tozalashga munosabatli cho'ng doklad mustaqil ommaviy tekshirish guruhi tarafidan e'lon qilinadi. Hozirgi doklad yoziladi. Uningdimi bizning o'ynagan rolimiz favqulodda cho'ng. Arliqda biz chiqib qatta tekshirish nimasidan. Chunki biz kutmagan ba'zi ahvollar bo'lgani uchun toza
biz özümüzni bunun içinde to'saq qanday bo'ladi degan bir savol paydo bo'lib, shundan chiqib ketdi. Keyin bizga keldi u tekshirish komiteti. Unda bo'lg'ach biz takror ko'rdik. Bizning bu tekshirish guruhining shakllanishi va davom qilishlik o'ynagan rolimiz favqulodda cho'ng. Hatto bosh taftish biz bilan bo'lgan yig'inda bir qancha Uyg'ur qarindishimiz bor. Shu Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti alayda rahmat aytdi. Sizlar shu tekshirishning o'ttirib chiqishiga sabab bo'ldinglar. Kanadada bu hamda siyosiy va qonun jihatdan jiq o'zgarishni olib keladi. Ya'ni 3 ay burun Kanada hukumati C70 degan bir qonun qildi. Shu tashqi davlatlarning yoki dushman davlatlarning Kanadadagi ommaviy bexatarlik va fuqarolar bexatarligi davlatning demokratik xarakteriga ta'sir qilgan qanday faoliyatlarni cheklash haqida. Shuning bilan birga Kanada o'zining saylam qonuni, davlat mudofaa qonuni, davlat xavfsizlik qonuni qatorliq 11 qonunga tuzitish kirgizdi. Bizning bergan taklif bo'yicha. Biz jami 37 taklif berdik. Shu takliflarning ko'plari va oldimizga aytish qilgan dokladlarda hammasi Kanadada hukumatga topshiriq qilib beriladi ma'lum qilsa. Shu sababdan bu narsalarning hammasi bevosita berib Xitoyga taqiladi. Kanada hukumati, bu hukumatlar degan ba'zi vaqtda biz shu ba'zi narsalarni tutib bularni söylemasak, bular siyosiy partiyalar urushlar kuni urush o'ynaydi bularni parlamentda. Kun tartiblarimiz o'zgarib turadi. Mushu ishlarning vujud chiqishida birdan-bir biz haydakchilar keynidan surishti qilib palani vaqtida ani bergan nim bo'ldi. Ma'munda bo'lyotadi, nima deb ma'no qilmaysa deb keyindan haydakchilik qilib shu Kanadada meni jazo tadbiri e'lon qilinish bo'lsin 8 Xitoy amaldorlariga. Anadaki bundan keyin e'lon qilingan bir qancha dengiz mahsulotlari pishig'lab ishlash, Xitoyning yuqori texnik taraqqiyot nimasi texnik şirketlerge qo'yilgan jazo, shaxslarga qo'yilgan jazo, bularning ma'lumotini muzokara qilish. Anadan keyin mecburiy emgak qonuni, Kanadadagi pensiya fondining Xitoydagi mablag'ini yandurib chiqarish bu 120 milliard dollar degan gap. Ya'ni Kanadaning hozir Xitoydagi Xitoyga solgan pensiya, Kanada pensiya fondining Xitoyga solgan mablag'i 120 milliard dollar. Bu yomon cho'ng mablag'. Shularning hammasini kaydidan biz ishtirok qilmoqchi. Agar nim bo'lsa Kanadada, agar bizning shunday turkiyaligimiz bo'lmasa, Xitoylarning balkilik o'zining ta'siri va Kanada Xitoy biznes kengashi degan tashkilotlari va anadagi Xitoylar va bu yerda hatto Xitoylardan bo'lgan millat vakillari va shu to'salg'ularning hammasining ustidan kelib Kanadani mush ishni qilishga zo'rlayotgan tashkilot biz bo'lganimiz uchun agar biz bo'lmasak Xitoylar yana burunqirak bo'lmasimi, yana o'zlariga ziyon kelmagidek darajada Kanadada atchab tura oladi. Faqat bizning tashkilotimizning bo'lishi o'sha Xitoylarning o'sha Kanadada o'zi xohlagancha atchab turishiga bir to'salg'u deb qarab, shu bizga qaratganligi aniq hamda bundan boshqa ma'no chiqmaydi. Agar biz hozir Kanadadan yurmasak, Yevropada shunday bu davlatlarning kun tartibi har xil o'zgarib turdi, kuniga bir yala ketib qoldi bular. Biz mushunchdan keyin tug'unimiz uchun hozir mushunchilik menvatida Xitoyga munosabatlik ba'zi siyosatlarning o'zgarishi. Garchi biz to'xtab qolsak hozir yana bular unutib qoldi. Bular u Xitoyda ko'rgan biz his qilgan zulmni bular his qilmaydi. Erkak qirg'inchilik desa, undaq bir istash qilib qo'ydi, ajab yomon bo'pti deydi. Ammo yana o'zlarining saylam bo'lgizlik haq nima desa, benzinni ba'zi qimmat desa shuni yo'lni qiladi. Xitoyda nima bo'layotdi, nima emas. Pek onu o'ylashib ketmaydi. Nurg'un davlatlar shunday olib keldi va uzundan buyon. Shu sababdan ham Xitoyning bizning bu tashkilotga nimani qaratishi va hujumni qaratishi butun shu Kanadadagi bo'layotgan shu o'zgarishlarning tigida hamda bizning turtkiligimiz bog'liqiga shunga jazm qilgan bo'lg'achqa mush tashkilotni yo'qotsak yoki mush tashkilotning odamlarini kishikinim o'rkitsak, bular biz biroz solashsa Kanadadagi ishlarni o şekil ya bu şekilde to'sig'ilib bo'ladi deb shu qarorni olgan bo'lish ehtimoli bek kuchli. Rahmat sizga hurmatli Mehmet To'xta efendim. Bugungi suhbat programmamizning ahmiyatli va ma'nili bo'ldi deb o'ylayman.
Ahırda körümenlerimiz bilen ortaklaştığınız bolgan eskertiş tegişlik mühim bir nokta var mı sizin nazarda? Nurgul qarindoshlar Hadizbay bu jazo tadbirlarining kundalik hayotiga qanday ta'siri bo'ldi deb so'raganlar. Bu kundalik hayotimizga ta'siri bo'lmaydi. Chunki men xususan 34 yildan beri Xitoyning shu jazo tadbiri ostida yashayapman. Ve vatandan ayrılgandan buyon bir tuqqunimni uzoq yaqin ko'rib boqmadim. Bir tuqqunum uzoq yaqin meni ko'rib boqmadi. Xitoy hukumati tamamen vatandan ayrılgandan boshlab bu jazoni hem bana hem ailemge, tuqqanlarimga yurgizib kelgan. Şuңlashqa bu jazo Xitoy yurgizgan bu jazo tadbirlarining ma'na nisbatan bir hech qanday roli yo'q, qimmati yo'q. Faqat g'ayratimizdan oshiradi bu bir. İkinciden M62 programmasi haqida nurg'un qarindoshlar nima qiladi? M62 programmasidagi hozir biroz ostilashning sababi Kanada hukumati yoki bizning tashkilotdagi sabab emas. Turkiyadagi va ba'zi davlatlardagi qarindoshlarning yozgan materiallari bilan suhbati degan gapining birdek chiqmasligi sababidan, yolg'on yavalaq gaplarni jiq deganligi sababidan aşağıda işləvatqanlar biraz heyran bulab, bu nima deb gap bir yerdan chiqmaydi deb ba'zi materiallarni qayta ko'rib ishlar uzrab ketib bordi. Şuңlashqa bo'lmasa materiali to'liq yaxshi bo'lganlar kelyotidi. Buningdan qarindoshlar beknib ketmasin, u programma mengyotidi, o'zgarish bo'lgani yo'q. Andan keyin Kanadada shu ko'chmanlik haqida ba'zi o'zgarishlar, yangi belgilamalar chiqdi, lekin bu belgilamalar 2025 yıldan keyinki yoki shu yildan boshlab bo'ladigan ko'chmanlar qaratilgan belgilamalar burun qonunlashib bo'lgan, burun programmalashib bo'lgan, megawatgan programmalarga ta'sir qilmaydi. Buni mana shu suhbat munosabati bilan qarindoshlar qisqacha deb qo'y. Rahmet sizge ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmat, amon bo'linglar, assalom. Sizga rahmet. Hürmetlik körümenler bugünkü programımız mişet ayaklaştı. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanet.